Ular ham uylangan, uydagilari bilmaydi xolos, o'g'lim. Bo'lay dada. Hay, 93lar uyda bo'ydoq, ko'chada ikkitadan bolasi bor. Uydagilari qiz topolmay ovora, bular spokойно yashab yuribdi. Arkadaşlar, yomon to'y kiygansizlar. Ajab bo'lsin. Sizga bu ham kam ajab bo'lsin. 90 kilo ulashdi, orzu ham qilmay qo'yibdi dada. U ham mayli. Qizlar ko'rganda tog'a deyishyapti-ku. Pul qilishda yorvorganlari qizlarga uylanyapti-kan dada. Pul topmaganlari go'lab yuraman shunda. Qizlarning dardi pul bo'lib ketdi-yu. 94larga rahmim kelyapti dada. Hali ham uylanishmabdi-da. Qizlarga ham hayronsan, 94larni qari deb 2000 likillab erga tegishib olyapti. Nokaslar. Bechoralar qizlarga qiziqmay qo'yishdi-da. Qizlarga yalinyapti-kan dada. Yalayapti-kan? Yalinyapti-kan. Uylasam bo'ldi deb nima qilsa qilishyapti-kan dada. Tilini tiysin sharmanda. Undan ko'ra ikkita bolasi bor xotinga uylansin, savob bo'ladi. 98'lerde bilmezse dede. 97'ler bu uylanmayarkan dede. Nimaga? Kızlar qarga tegmayman deyapti. Tegmasa tegmas, bitta ikkita bolasi bor xotinga uylanaversin. 97'lerde bilmezse dede. 95'lerde hali uylanmagan bor ekan dede. Ola, to'y qilgani puli yo'qdir-da. 95'lerde hamma yo'g'i bor dede. Uylangan qiz yo'q, qiz. Unaqa bo'lsa bitta bolasi bor xotinni olaversin, bo'laveradi. 95'lerde bilmezse dede. Ne Jennifer Lopes'te konsertiga tashlab qo'yolmaysizmi? Boya yetmaganlarni mashinamga chiqaramayman, cho'mbala qachon. Keyin ketamiz. Meni bitta tishim yo'q, nafsim bilan ishim yo'q. Ketdik. Shaltira qarab tezroq yuramiz. Voy! Ta'til seni hamla bo'lganmisan? Yo'lda kerak bo'ladi taqvoga. Voy, Danielga kim bo'lasiz? Andijonlik ukaxoni bo'laman, Daniel akam. Fransiyadan u, Andijonda ben. Konsertga necha pulga olding bilet, ukan? 3 millionga aka. Ne qaramli film kanali? 3 millionga ikkita padacham beradi. Baylab qo'yib, sotsang ham mayda-pinga kiyim bo'ladi. Ota-ona xursand bo'ladi. Ha, nima bo'pti? Maqtanaman-da tanishlarimga. Maqtanaman. Ota-onaning qarindosh urug'laringga maqtanayotgandir, o'g'lim katta bo'lsa bizni boqadi deb. 57 ga kirgan kampir Jennifer Lopes'ning konsertiga borib, uni boqyapsan-da o'zingchasiga, a? Ota-ona kutib turaveradi. Vaqt kutib turmaydi. To'g'ri aytyapsiz aka. Dadam menga ishonyapti-da. Dadamga ham bitta bilet qilsam bo'ladimi-ki?